Eng ko'p chalinadigani behi, nok, keyin olma turadi. Olmani ichida ham sortga qarab bu narsa o'zgaradi. Pink Lady 3 taligi kiradi chalinish bo'yicha. Ko'p tushadi. Bakterial kasallik gulidan kiradi. Mana shu siz biz olib tashladik-ku qora. O'sha gul vaqtida kirib bo'ldi. Gulidan kiradimi? Gullaganda qarang mana harorat baland bo'lib, yomg'ir yog'sa, o'sha kasal tushishiga zo'r sharoit bo'ladi. Yomg'ir yog'di-yu bu yil. Uni endi qanday oldini olaman desangiz, antibiotik sepiladi. Hali xudo xolasa to'liq mevaga kirganida, ungacha ham sepsak bo'ladi. To'liq mevaga kirib olganida, mana misol uchun havo yaxshi bo'lib turibdi, gullab turibdi daraxtlaringizda, ertaga yomg'ir bergan. Haroratni ko'rib olasiz, 16 dan tepa bo'lib turibdi. 18, 20, 22, 24 misol uchun. Siz aytasiz, bo'ldi deysiz, mana shu yomg'irdan oldin men gullarni himoya qilib qo'yishim kerak deb antibiotik olib chiqib sepasiz. O'sha yomg'ir yog'ganda o'sha antibiotikli suv gulni ichiga tushadi-da, u yerda bakteriya rivojlanadi. O'zi siz gulni ichiga o'zingiz ham joylab qo'yasiz, plus o'sha yomg'ir suvi bilan ham o'sha yerda bakteriya uchun noqulay sharoit bo'ladi. Xullas, bu bakteriya kasalligi bo'yicha shu. Mana men ham o'sha narsa, qarang, buni qo'lda olish kerak.